22-sentabr kuni tushdan keyin Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi Amerika Avom palatasida 3 ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullanib rasmiy qonunga aylansa, Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan har qanday mahsuloti majburiy emgak chetishlik emasligini isbotlab berguchi yetarli dalil isbotlab bo'lmagan ahvolda Amerika tamojnasida musodara qilindi ekan. Bu qonun loyihasi Kengash palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin Prezident Trumpga sunilib imzolangandan keyin rasmiy qonun bo'lib shakllandi. Buningdan ilgari Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Amerika Avom va Kengash palatalarining mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullashi hamda Prezident Donald Trumpning imzo qo'yishi bilan Amerika hukumati e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi tunji qonun bo'lib qolgan edi. Bu qatimliq Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi mo o'ngishli holda rasmiy qonunga aylansa, Amerika hukumati e'lon qilgan bu haqdagi ikkinchi qonun hisoblanadi.